Murskoy женский obuvlar, krossovkalar sifati yaxshi 15 yuandan. Murskoy женский krossovkalar 15 yuandan. Faqatgina количество olishlaringiz kerak. Har xil razmer, modeli ham har xil, bez korobka boradi 15 yuandan. Mana kачествосini ko'ryapsizlar. Осенний, весенний. Letnilari ham bor. Xohlagan joylaringizga jo'natiladi. Hozir 500 ta klient chiqdi, 500 ta avans tashadi. Agar yana kimga kerak bo'lsa, srochno chiqingizlar 15 yuandan. Agar 1000 tadan kam bo'ladigan bo'lsa, уже 18, 20, 25 yuanga ko'tarib olyapti. Srochno chiqingizlar. Женский obuvlar ham xuddi shuningdek. 15 yuandan количество olishlaringiz kerak. 1000 ta olishingiz kerak. 1000 ta olsangiz 15 yuandan olasizlar. Ko'rib turibsizlar, har xil modellari har xil, razmerlari ham har xil keladi. Agar детский подростковый bo'lsa, keyingi videoyimda ko'ringizlar. Детский подростковыйlar ham bor. Qarangizlar. Качествоsi normal, hamma razmerlari har xil bo'lib keladi, bir xil razmer bo'lmaydi. Agar уже korobkaga oladigan bo'lsalaringiz, uni narxi boshqa. Krossovkalarning orasida mana shunaqa superlari ham chiqib qoladi. Qarangizlar, mana детский obuvlardan sifati juda ham zo'r. Ularni ham agar 1000 ta olsa, arzon qilib beradi. 16-17 yuandan qilib beradi. Hozir oz olyapmiz, qimmatroq beryapti. Agar kimga kerak bo'lsa, shunaqa obuvlar, to'g'ri aralashma bo'lishi kerak. Donaga emas, aralashma bo'ladi bu. Har xil rasvetka, har xil razmer, har xil model bo'ladi. Razmerlari ham shunday o'ziga yarasha har xil bo'ladi. Qarangizlar. Kimga kerak bo'lsa, chiqinglar. Razmeri borlar уже 35, 25, 26 har xil yuandan bo'lib ketadi. Har xil razmerlari borlar, ular jichchagina qimmatroq bo'ladi. Uni razmeri bor. Masalan, mana bu obuvni korobkasi bilan olasiz. Mana bu obuvlarni ham korobkasi bilan olasiz.